Alisher Navoiy 1441 va 1501-yillarda yashab o'tgan. U o'z davrining iste'dodli shoiri, davlat arbobi, olim, ko'plab asarlari bilan o'zbek adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk mutafakkirdir. U 4 yoshidan adabiyotga, she'riyatga va ilm olishga qiziqdi. O'tkir zehni va tug'ma qobiliyati bilan zamonasining obro'li ijodkorlari, san'atkor va olimlari e'tiborini tortdi. 10-12 yoshlarida she'rlar yoza boshladi. Tarixchilarning yozishicha, mashhur shoir Lutfiy Alisherning bolaligida yozgan "Orazin yopqoch ko'zim dursoch har lahza yosh, bo'yla kim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh" mislolari bilan boshlanadigan g'azalni tinglab, agar mumkin bo'lsa men o'zimning forsiy va turkiy tillarda aytgan 10-12 ming she'rimni shu bir g'azalga almashar edim degan ekan. Navoiy iste'dodi keyinchalik tinimsiz mehnat va izlanishlar bilan uyg'unlashib, jahon adabiyoti durdonalari darajasida buyuk asarlarning dunyoga kelishiga muhim omil bo'lib xizmat qildi. Arabcha bo'lak qismi parcha so'zidan mumtoz adabiyotida qo'llanilgan janrlardan biri bo'lib, unda muallifning turli mazmundagi fikr, mulohazalari, qarashlari ifodalanadi. Qit'a 2 bayt, 4 qator va undan ortiq bo'lishi mumkin. Undan har ikkinchi misra qator so'zlari qofiyalanadi. Farz arabcha yakka yolg'iz so'zidan mumtoz adabiyotga qo'llanilgan janrlardan biri bo'lib, unda muallifning hayot kuzatishlariga asoslangan xulosa g'oyalari ilgari suriladi. Firad 1 bayt 2 qatordan tashkil topadi. Nokas u nojins avlod kishi bo'lsin devon, chekma mehnat kim latif o'lmas bekafan olami. Kim kuchuk birla xo'tikku necha qilsang tarbiyat, it bo'lur tog'i eshak bo'lmaslar aslo odamiy. Kamol etkas kim olam umidin sanga fayz, o'lmag'ay g'amg'on chiqmoq, jahondan notamom o'tgach beaydin erur ham mumkin nopok chiqmoq. Kimki maxluq xizmatiga kamar chust etar yaxshiroq usholga beli, qo'l qovushturguncha bu avlodul ki aning chiqsa egni sinsa chun xushomad demakki boshlasa ko'sh, kim tutilsa dami kesilsa tili. Navoiy tiling asrag'in zinhor, desang king yemay dahr ishining fusus. Nazar qilki oq og'zi tilgin uchun, qilur tojvorlar bila do'st bo'z. Necha tojvordur kesarlar boshin, chu hangomsiz nag'ma tursun xuruz. Ilmdan kasb qilki sut ermas, charx mushkillarni hal qilmoq, lekin ul ilmi dog'ini af etmas, bilimdon bo'lmasa amal qilmoq. Kimki uzluk imoratin buzdi, bo'ldi naqbi fano aning buzdi. Ul imoratni buzmaylik solik, bo'la olmas bu naqdga molik.